Sen beni altında. Hayır sözümü konuşma. Sıkıldı beni. İta. Yapma la. Ben iğir ayak cinim zayır. Bana işiniz ağırsın. Bana uval kılman. Bana tövmet kılman. Hele bakayım. Bana uval kılman. Sen bu şikayetlerimle beni aldırmadı adamsa. Kuda aldı da kasam küperseme birey. Hey. Benim orada gitsen de yardımcı mı? yok. Ne istemem ben? Bana uval kılman. Hey kepyedir etsen o. Çıkamam. Çıkar. Çıkar. Ben özümge. Hele bakayım ayağını bekep gitsen değil mi? Çıkarmışmamsa. Hırmızı tövmet. Çıkarmışmamsa. Çıkar. Bana. Yak. Yak sayın yak. Yak. Bana. Hiç ayağıma sıçmama. Fıt. Yok be. Sayın. Canım kızım, sizni hiç hakkısı yok deb bozak qıptı. Oşundaqmı uramdı. Qarına, canım kızım. Süleyhan ana, Said'nin elimi geçidemedim. Onun kurksuz kuruk töhmetleri, tayakları cinimden ötüp gitti. Ben hiç kadar günah kılmagan tursam, o nimişki beni horlaydı, nimişki bana kart yaplaydı. Bundak yaşanımdan ölüp kesem yaxşıydı. Ama azap okubetten kutulandı. Canım kızım, undaq deyme. Herkes undaq yaman xiyalda bolma. Siz degen hazır iğir ayak. Özünüzünü oylamışsınızmı? Havu balını oylan canım kızım. Ayal kişi degen aciz gelir ikenmiz. Ayal xaqның beşiğe ne külle gelir iken. Rahmetlik dadam bilen apam bolgan bolsaydı, ben bundaq küllegimi qanmas edim. Dadam bilen apamның yo'qligi hech bilinib ketdi. Elime Xudoga shukri sila bo'lib qaplan. Sila bo'lmasa qanaqmi qiladi? Kimlarga yig'lab, kimlarga yalvardim? Men bu sizga qaranmadim canım balam. Halınızdan xabar alanmadım. Tuqqanchilikni yetkazolmadim canım kızım. Meni kechirib etasiz. Menden herkes xafa bo'lmang balam. Yo'q, undaq demisizlar Süleyhan ana. Elimi sizlarga ko'p ig'irchilikimni soldim. Xafalik tasamli yollarga kelaman. Men hozir hammani o'ylab qo'ydim. Said men bilan baribir uy tutmaydi. Shuna bu yurtni tashlab yiroq yerlarga ketaymikin deyman. Siz balam. Siz degan ayol kishi tursiz. Yana nelerdi tentirib yuraysiz. Herkes şeytanın kaynak kirmeni canım balam. Said uydan qo'g'lab o'tgan bo'lsa, mana mening uyim bor.
Tova, bu gündeki adamlarda insaf mı kalmaptı cuma? Hicil bulmay xalqning erlerini tatib olamiz deb yuridi ekan. Bizni erlerimizning chim tutsak bo'g'dak. Tova, nima degan satchilik bu, ha? Emasmi? Ma arzigil deganimi? Yüzü tüven, xil axloqliq cho'kanmikin deb ekanman. Hey, xalqning eri bilan chatiqva deb o'zining eri uydan qo'g'lab chiqiribdi-dak. Shunaqmi? Uni bilan bo'lgan bo'lsam, eslib uyga olgan bo'lardim. Ne nomussiz. Nimişçe? Sen nimişçe bana? Benim aklımda Xudo guvohim. Qizig'imdagi narsaga jan guvohim. Said nimish qilmag'man bak askilik qilib. Ben yıkırayıp dursam, o nimish meni uydan haydab chiqaradi. Mahalladagi bu ayollar nimish qilganimda siz chechak taqdim. Ben onlarni oldida nima gunoh qildim? Shunda qilib ayolingni haydab etdim. Ayoling yomon emas ayoldi. Haqning gapiga kirib, unga val qildim. Uning ustiga ig'riyatlayotsa, bola tug'ilsa, yetim bo'lib qolmamdi. Mushlarni o'ylamadingmi, ha? Men boz bo'lmamdi. Bugun cho'ng'anda dadam bati deb izlab topa. Uning boshqa turib nima qilmay adash. Ey, haraq qo'ysang momda, o'ltirdigan balangiz nima? Xo'sh. Gepimge kirib mush yerdan ketmasiniz yaxshi bo'ladi bola. Yoqqa jurtlarda yursangiz tas bo'larmikin? Uning ustiga hozir ig'ir oyoq tursangiz, men sizdan ansirab qelyapman, jinim qizim. Ben hamını o'ylab qo'ydim Zulayxon ona. Ben bu yerda turaversam, yana sizlarga ig'irchiligimni sog'dayman. Uning ustiga xalqlarning so'z chechaklarimi jinimdan o'tib ketyapti. Zohid degan ishplasmi hamon bir kuni bu yerga bostirib kelib, sizlarni menimi parakanda qilishi mumkin. Şuna xalqlarning ko'zi ko'rmaydigan yiroq yerlarga ketay. Mana bir turmush yo'li tepilib qoladi. Bo'pti bola. Gepimga kirmadingiz. Ma xalqini elib bilan beshingizga kun tushgan setib xarajat qilasiz. Yo'q, amal vaqtingiz yiqilishdan burun jurtga qaytib keling. Bo'lmasa o'zingizni va bolalarni qiynab qo'ysiz jinim qizim. Men qizim. Zulayxon ona. Dizishni unutqaman jinim bolam. O'zingizni obdan asrab, xo'sh bo'ling. Sizlarni o'zlarini asrasizlar Zulayxon ona. Xudoga omonat. Xo'sh. Xo'sh bolam, xo'sh.
Hoş çoğun. Hoş canım kızım. Meni şehirge ağaç kestiniz op diken. Çıkın ha. Çıkın. Çıkarak otur ha. Kene, qarganda siz uyda yamanlab chiqmoqchisiz, ha? Biz tanışıp qalaylik. Mening ismim Tatlixjon, ha? Qanaq? Nima qilsiz? Buni qilmay, yaqinroq o'tiring. Kel. Qo'yvat. Xalq qo'ymoqda qizgansiz. Gapimni anglang. Men sizga nima desangiz shuni aytib beraman, ha? Gapimni anglang deyman. Yaqinroq keling, ha? Qo'yishmas. Men sizni rozi qilaman. Mashina to'xtat. Nima deydi? Mashina to'xtat deyman. Nega borsiz? Gapimni anglang deyman. Bu cho'llikda bizni hech kim ko'rmaydi. To'xtang, to'xtang. Bizni kim ko'radi? Qizchaq, ko'zingizni yeching. Qizchaq. Meni nega maqdingiz? Siz nega boryapsiniz? Urumchiga. Qo'rqmang. Sizni Urumchiga sog'-salomat olib qo'yaman. Xotirjam bo'ling.
Mehmet, mehmon qaranglar. Ay, yo'q. Men ish izlab kelib edim. Nima ish qila olasiz? Hamma ishni qila olaman. Undaq bo'lsa, av uydagi qochqochlarni juyib beqing, ko'rib boqay. Ma'qul. Mehmet, bu qizga juydigan qochqochlarni ko'rsatib qo'yg'ina. Oy yoqqa bering. Ha. Tez bo'lin. Menga Uyt. Ha. Ey, mushu xenim, musha deytib qo'yib ishlaysiz. Atigini soat 4 o'rningizdan tursiz. Meni ruxsatimsiz uyoq bu yoq menish bo'lmaydi. Tushungansiz? Anladingizmi deyman? Tushundim. Bu uyni ochqichi. Vaqtida ishga chiqasiz. Balalarım, ben sizlerni chiroyli bir shaharga olib beraman. U yerda ko'p pul topsizlar. Anladinglarmi? Anladım. Hey, navoiy yo'lda soqchilar uchrab qilib, tekshirib qolsa, faqat chandırib qo'ymoqlajmi? Ma'qul. Men nima desam, meni og'zim qaranglar, ha? Faqat chandırmoqlajmi? Ma'qul. Ha? Anladinglarmi? Anladım. Manga qansa, ha? Ma'qul. Zoid tog'a, Nima bo'ldi? men bir qo'rqib ketyapman. Dadam opop ensirib qolamikin. Xotirjam bo'l. Ansirmaydi. Men batursam nimadan ansiraydi? Pul topgan yo'qmi? Bo. Ha, unda qo'ndigan bo'ldi-ku. Ha? Mening dilimda qilsanglar, chatoq chiqmaydi. Anladinglarmi? Bak. Bak. Keling, qani ishkir kiring. Ha, ishkir kiring. Mehmonga choy qo'yinglar. Bo'linglar.
Rast gepingizni ayting. Mau qo'sqingizdagi haromdan bo'lgan balani zodi nerdan topdingiz? Ha? Men sizni ishchankan, yuztabankan, axloqliqkan deb bu oshxonada ishlatgandim. Kelginingizga nech oy bo'la bo'lmayla haromdan bola tepib, qo'sqingizni yo'g'antib, pompaytib, men do'st dushmanning oldida nomusga qo'ydingiz. Bo'ldi. Endi men sizni ishlatmayman. Sizni bundaq sharmandachilik qila deb o'ylab boqmabdi ekanman. Mana bu sizni ish haqingiz. Iring. Ertadan boshlab ma uyni bekalab, nega yo'qolsangiz yo'qling. Ko'zimga ikkinchilab ko'ringuchi bo'lma. Nima bo'ldingiz? Yordamim kerakmi? Voy. Siz Orzugul-ku. Nima bo'ldingiz? Menga yana bir qatim yordam qilgan bo'lsangiz. Voy, voyjon. Meni doktorxonaga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz. Voy, voyjon. Voy. Voy. Voyjon. Voy.
Yaxshimisiz? Uy ijaraga olmoqchi edim. Kiring. Rahmat sizga. Keling. Bu arzon, ko'rib beqing. Necha pullarga berasiz? Arzon 15 ko'rib beqing. Cho'ngi bormi? Bor, cho'ng. O, bolam. Qancha yoshlik bolalar keladi? 4 yoshlik bolalar keladi. Elanga. Bo'ladi ekan. Olsangiz arzonroq beraman. Necha? Bo'lmi bor. Ikkisini olsangiz arzonroq beraman. Oho, bolam. Ma'qul. Oho, bolam, shug'ullamang. O, bolam. Mushu bir xillimi? Necha xilidim bor. Arzonroq ko'rib beqing. Olsangiz arzonroq beraman, ha? Buni O, bolam, shug'ullamang. yana arzonroq berasiz, ha? Olsangiz 10 ko'rib beray. Voy, yaxshimisiz? Tekshiribsiz? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Tijorat qilib yetibsiz-da? Ha. Yaxshi. Voy, balangizmi cho'ng bo'lib qopti, ha? Ismini nima qo'ydingiz? Umidjon. Ha. Yaxshi ismga. Ma'nisi bor ismga. Ishlaringiz qanday ketyapti? Meni yordamim lozimmi yo? Sizga ko'p rahmat. Helimi ona bola ishimizga ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Undaq demang. O'zingizmi ko'p tirishchilik ko'rsatsiz. Yordam qiladigan ish bo'lsa, menga telefon urasiz. Mana bu mening ism kartochkam. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon urayvering. Qo'limda kelishicha yordam qilaman. Kim o? Ajabman ichilib yeyilib so'zlashib ketdingiz-a? Arzigul. Av balachi. O Arzigulning o'g'li Umidjon. Sizning bu shaharda tunimaydigan xotinlaringiz yo'q. Nima deganingiz bor?
To'xtab turing, ha. Do'koningizni men ijaraga olay dedim. 1 yillik ijarasini oldin biraqla to'laysiz shumi? Bo'ladi, biraqla kelay. Do'kon ancha cho'ng emas, lekin o'rni yaxshi. Ziyon tortmaysiz. Juring amsa, berib ko'rib baking. Oppo! Oppo! O bolam. Ay canım bolam. Omak oğlum, canım bolam. Komşu! Geleceğim! Gel! Ha? Ha? Beni dikensile ha? Tez kara! Karnı ne? Yok, Sen de şu! yok. Bugün sen tapkan pulun aramışıncılık mı? Kale kağını? Kale! Onu Kim çıktı olsa? bilmey, Kim çıktı olsa? bilmey juda koptu ben. Dur! Yine kayısın uçtaklıgan bolsam, boynunu üzüldüm etme! Oldu mu? Sen şu! Karanlık.
Ümitcan, nimandaq sho'xlik qilasan? Menga sir chiqib birdim o'yinig'ini qo'zam. Mo'qul, menga. Xafa bo'lmanglar, xafa Kichik bo'lmang. bola emas bu, hech vaqasi yo'q. To'pol! Bu top sinama. Bu yoqqa, bu yoqqa. Bu yoqqa bilan. Necha shukirda? 4 yoshqa. Ajab omoq bola ekansan. Mening bolam qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekansan. Men sana bir o'yinchoq beray, ha? Juma? Et bakay. Ben seni götürüp koyayım, ha? Yaxshi bo'ladigan gap anglaydi. Men to'xtama hali. Men seni otirak olib o'yin tiklaymi? Yo'q. Ha? Yo'q. Berkilla, ha? Ma. Yo'q. Appa! Qirma! Appa! Qaytamsiz? Qaytay. Tamog'ingga bek o'xshabdi. Yana Rahmat, kelarsiz, ha? Dilxumar, chaynakni akab bering. Ümitcan! Ümitcan! Dilxumar! Ha? Ümitcanni ko'rdingizmi? Yo'q. Voymishada o'ynayotmabdi. Oy, ne ketganda? Ay, bolam. Siz bir kichik bola ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Bir kichik bola ko'rdinglarmi? 4 yashardimi bolani? Yo'q, ko'rmadim. Ümitcan bolam. Ne ketdim? Ümitcan. Ümitcan. Canım.
yağışlarının köpeyişi, kelkünün əvci ilişini, Pakistan ve Hindistan'ın g'arbiy shimoliy qismida ta'sir qiladigan azab ketishini keltirib chiqargan. Bu doklad 26 avgust Janub Afrikadagi Dünya Başkısa yig'ini uchun tayyorlangan. Vay. 1995 Halmuratmisiz? Men Arzigul. Arzigul? Qaysi Arzigul? Konsul ko'chisini oshxona ochadigan Arzigul. Siz mittangiz, yaxshimisiz? Menga yordam qilgan bo'lsangiz Halmurat. Bolam Umidjon yo'qolib ketdi. Men nima qilarimni bilolmay qoldim. Sizni yana avvar qilgan bo'ldim. Siz hozir nerede? Konsul ko'chisining oldida. Siz shu yerda midirmay turib turing. Men hozirla boraman. Ma'qul emsa? Xo'sh. To'xtang. Bu kechda nega borsiz? Siz uxlayvering. Men hozirla qaytib kelaman. Arzigul. Nima ish bo'ldi? Bolam Umidjon. Yig'lamang, nima ish bo'lganligini menga aniqroq dang. Bolam Umidjon yo'q. U tushdan keyin to'yqsizla yo'qolib ketdi. Arzigul, ko'nglingizni yerim qilmang. Bola shoqim tepiladi. Juring, biz bilib berib izlaylik. Ma'qul.
işin yok canım baba. Ben de tapamadım. Arzugül, kılınızın yerim kılma. Öz yerimizde ekip akıllı. Bu hayatın köpken kaygısı Dılazattan kıyınılar işken Bu hayatın köpken kaygısı Dılazattan kıyınılar işken Tenhanlılan yıpırmak kemi Ay, şirek şıgılap sarılınar işken Tenhanlılan yıpırmak kemi Ay, şirek şıgılap sarılınar işken Otursan mana bu dertli Gözümde yaş kılımda hicran Otursan mana bu dertli Gözümde yaş kılımda hicran Kalbimdeki kaygı Ay, inay sana anladım cahan Kalbimdeki kaygı Ay, inay sana anladım cahan Arzugül, özünüzü teştirip alma. Ben berip sakçıgmaylık kılay. Sizning pek amartılıkım Menden xafa bo'lib qolmang O'g'limni topolmasam bu dunyoda yashamayman Balam Arzugül, balanız Ümitcan'a bir apaç sureti var mı? pul topaman deb yurib bolamni bir apaç suratga tushirib qo'ymabdi ekanman Ondaq bo'lsa, balangizdan biri alaydi belgisi var mı?
Siz obdarak eslep yapın. Belki bunun balığınızı tepişqa paydı soqqala. Nas. Demisida yig'on bir tal menga bor edi. Siz ko'nglingizni buzmay turib turing. Men bu yerga saq chiqmayman qo'y. Jinim bolam. Bana tuğ kayıtlı su deydi. Sen tek benim gidimini anlamaysın ha? Ben hazırlısını gep kırgızman, koy! Sala ayağını. Come. Yeter yeter. Kim dur ya? Çıkar mısın be? Estağfurullah. Tepme. Tepme deme, tepme. Şimdi tada kulağını. Bak kulağını kıymet. Bak öyle. Bak şunun yamanlığı ne? Ben bile erişmek istemez sen, he? Şimdiki. Sen kanda kılmaya ki körüp koy, ya. Ağzını şum değme. Estağfurullah. Çıkma. Bana mısın? Seni şiddetle etmediğin bolsam, ha? Sana koy. Eğer gibini almadığın bolsan, boynunu üzültme cuma. Kudu çocuğunu boynunu üzgendek. Anladın mı? Canım balam. Canım balam. Sen neden? Neler çürüdün? Canım balam.
Qandaqroq ahvolingiz Arzigul? Keldingizmi? Saqchilar bog' kuchi bilan izlayotdi. Lekin Umidjonning izlarigini ololmabdi. Siz bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi, Arzigul. Umidvor bo'ling. O'g'lingiz cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Arzonliq o'g'lim. Meni kechirgin. Hamma gunoh menda. Men pul tepish bilan bo'lib ketdim. Sana yaxshi qarayamadim bolam. Ko'nglingizni yerim qilma Arzigul. Umidjon cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Men sizga oxirgacha yordam qilaman. Asli ish mundaqkanda. Men oldirash deysa. Kech-kechlab uy kirmaysa. Aslida bu bozorni yo'qlash uchun oldirashgansan-da. Seni o'ylig'iningdek emas. Asli seni ozdirgan. Mushu bosiqqanda. Men buning adabini bilmaydigan bo'lsam. Yo'qotsan, unda qilma. Qo'yver. Unda qilma. Manqara, bu bir yaxshi ayol tursa, nima ish qilsa? Bu buzuqning adabini bilmaydigan bo'lsam, odam bo'lmaydi. Unda qilma. Beshamni qilma deyman. Besham? O'zingni tutib ol. Beshamni qilganim endi ko'rib qo'y. Yo'qotsa, bir narsa qilma deyman. Unda qilma. Qo'yver. Qo'yaman. Mashina chiqar. Bir obdan oilni buz deb bu buzuq. Rasva. Sen onda qilayimqan xiyollarni qilma. U ayolning bolasi yo'qolib ketibdi. Bolasi yo'qolib ketsa, sen bilan nima munosabati bor? Sen ya uning tuqunini etding, yoki izlab tep bergan saqchimi etding? O ayolning bu shaharda hech qanday yo'lanchigi yo'q ekan. Ozroq yordam qilganga nima bo'ladi? Ha? O yordamga muhtoj bo'lib qopti. O bir oq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Mayli sen ishongan yoki ishonma, o ayol bilan men hech qanday g'ayri munosabatim yo'q. Tushundim. Sen oshpazkini bilan aralashib, shu umarla karim bo'lmabdi ekanligini. Vaqirma, qalaymiqqa so'zlama, og'zingni shum. Qo'shni olib qasab turdi. Odamni nimanda qaraydigansa? Men seni yaxshi ko'rgashga mushoyini tutyapmiz-ku. Deganlaringning hammasi yolg'on. Sen meni aldayman deyman. Men sen bilan o'tirishman. Gulpiya. Gulpiya, sen
Yaxshimisiz? Keling. Qani, o'tiring. Bir ashingiz bormidi? O'g'lim yo'qolib ketdi. Hech yerdan topolmadim. Siz oldirmay, ahvolni tafsiliy so'zlab bersangiz bo'ladi. Men konsul ko'chasida oshxonachiman. Necha kunning oldida o'g'lim o'ynag'ili oshxona sirtiga chiqib ketdi. To'yqsizlik yo'qolib ketdi. Balamning ismi Umidjon. Bizda yo'g'on bir tal menga bor edi. Necha kun bo'ldi. Balamni izlab hech yerda topolmadim. Ko'nglingizni buzmang. Biz cho'qim amallik qilamiz. Yig'lamang. Necha kunning oldida Xilmurod akam ma'lum qilgan hiliqi deylar shu kanda, shumi? Shu. Singlim, biz texi bolangizni izlayapmiz. Bir ishki soqchi hozir jinoyat gumondorini tepish uchun taraf-tarafga chepiyotidu. Izdirki chiqsa, biz sizga cho'qim xabar qilamiz. Ko'nglingizni buzmang. Bek umidsizlikmi ketmang, bo'landa. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu oshxonani ochgan ayol qani? Oshxonani menga o'tkazib berib ketib qoldi. Nima ketdi? Qo'ydi kelma. Bir ay gapsiz qoldirmadimi? Yo'q. Rahmat.
Xo'sh. Çıkırışa. Buna kırak otamay. Oldu mu? Bulunla. Emni koymay çıkırınla. Eli bakat hep aldırgan bolsam. Emiz mi şuma? Ha? Kağınıcı. Ey. Tapkan pulağının emiz mi şuma? Ha? Gel bana. Yok, Yok mu? Sen de çö. yok. Obdara kara ha yan çıkınga. Yan çıktı yok mu? Hey. Yok mu? Nasıl kal? Yok mu? Bundan kapılar. Gel baba. Yok. Görüştün mani. Mani puldaydı o. Nime bu? Emmanlarga dep qo'yay. Manda obdan ekansanlar. Mukofotlayma. Ha? Bo'lmasa bo'yninglarni uzaydimi? Anlashdingmi? Ola. Bundan keyin-chi, shunday jiq ekanmi? Hamma nima qilgan? Yaxshi yuraysan, ha? Ha. Yiyecek. O'sha ishi. Ha. Arzigul, ben sizni ko'p izledim. Siz nahayatda g'ayratli edingiz-ku. Buni o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Urumchiga yangi kelgan chog'laringizdagi g'ayratingiz qani? Arzigul, menimcha o'g'lingiz shaharda, atrofimizda bor. U cho'qim qaytib keladi.
siz umidvor bo'ling. Bu ko'ngilsizliklarmi o'tib ketadi. Balangiz uchun bo'lsa-mu, salomatligingizni asrab, obdan yashashingiz kerak. Siz bunda o'tiraversangiz bo'lmaydi. Cho'qim ishni qaytadan boshlaq ma'qulmi? Aras. Ben kichkina bir restoranda xushib qo'ydim. Sharoitim yaxshi ekan. Berib ko'rib boqamsiz. Arzigul, aşı aldığımız restoran şu. Jura, kirib ko'rib boqaylik. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz. Qani, kiringlar. Qani, sizlarga yaramdikin, ko'rib yiqinglar. Bo'ladi ekan. Xalmurat, sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Sizni ko'p avor qildim. Undaq demang Arzigul. Men sizga hech nima qilib beramadim. Men har qanday bir yaxshi niyatli qarindishimdan obdan kun ko'rishini tilab yuradigan odamman. Faqat boshqalarga madad bera olmayman. İlham bera olmayman. Qo'limdan kelsa yordam qilsam deb o'ylayman. Arzigul, siz yaxshi kun ko'rishingiz kerak. Hammamiz yaxshi kun ko'rishimiz kerak. Siz ishni cho'qim qaytadan boshlang. Cho'qim muvaffaqiyat qozona olasiz. Jura, berib so'zlash boqayli. Bo'lmaydi. Bu baho bek tuvan bo'lib qoldi. Mal yaxshi tursa, yana ozroq qo'shmasa olmaydi. Tilingni chaynamay, bo'ladigan yerini demamsansa. Gap qil deymi? Mal mishaydilar. Ko'rib bir bilamsansa? Qopa, hamsi ko'rib bir nima dey. Mana. O'zi o chiroyli qilib ekan. Bo'pti, qo'shsam ozroq qo'shay. Usta. Bu bahoga umalni belgilamaydi. Yana ozroq. Qandaq gapingda turmaydigan nimasini ava. Bo'ldi, olmayman. Hey. Hey. Ish bo'lama. Necha soat bor? Ha, bo'ldi, hozirli boray. Hey. Qopaman, ketime. Tijoratingiz qandayroq ketyapti? Xudoga shukr, xeyli yaxshi ketyapti. Bu sizning yardamingiz yo'l ko'rsatishingizdan bo'ldi. Hammasi o'zingizning tirishchiligi Arzigul. Sizga bir maslahatim bor edi. Desam yana avor qilib qo'yamanmi? Nimadan deydigansiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Arzigul, qani davring. Xalmurat, men har qatim ko'chada uyga chaqsiz tenab tamtirab yurgan sabiy bolalarni ko'rsam bek azoblanib ketaman.
Olamı. Yaxşı turmuşqa, mehr muhabbatga muhtojku. Şu bechora bolani ko'nglimda jenim o'g'lim Umidjon ko'z oldimga kelib oladi. Jenim o'g'lim nalada sarsam bo'lib yurgandi. Men o'g'limni pek sevgandim. Uni pek ko'nglim kelib ketdi. Arzigul, menimcha umidingizni uzib etmang. Balangiz cho'qim tepiladi. Men ko'p o'ylanib, oxiri o'g'lim Umidjondek sarsalliqda qolgan ashundoq sabiy bolalar uchun bir yetim bola maktabi qurish niyatiga keldim. Lekin men hozir ishni nereden boshlashni bilmayapman. Shuni sizni biror yo'l ko'rsatamikin deb istashimdi. Yordam qilasizmi? Arzigul, obdan o'ylabsiz. Agar yetim bolalar maktabi ochadigan bo'lsangiz, haqiqatan ulug' ish qilgan bo'lasiz. Men sizga cho'qim yordam qilaman. Arzigul, sizni tabriklayman. Sizni tabriklayman. Arzigul, sizni tabriklayman. Siz bo'lmagan bo'lsangiz bu maktabni qaramaydim xalmir. Sizga ko'p gapiraman. Siz nayt savob ishni birni qildingiz. Siz o'z orzuyingizni oxiri amalga oshirdingiz. Haqiqatan irodali ekansiz. Umidjon. Umidjon. Jenim bolam neredesin? Neredesin Umidjon? Allah. Ha, ne bo'ldi? Umidjon og'rib qoldi. Kim o? Umidjon. Bana chiqib uxla. Bana!
Mashinani to'xtating. Voy, bu bola qizib ketibdi. Sizlarning ota-onanglar yo'qmi? Yo'q. Tayoq yedim keldimi? Bu bolani doktorxonaga olib bormasa bo'lmag'idek. Balning keslibak ig'irlab ketibdi. Vaqtida ekanmabsiz. Karvatga yotqizing. Canım oğlum. Yürek bağırın. Vay canım balam. Beni geçirgin. Vay balam. Canım balam. Tatlı balam. Doktor. Ben balamla aran taptım. Etinib qalay balamni qutuldiribsiz. Biz barliq kuchimiz bilan balangizni qutqizishga tirishimiz. Siz sirtga chiqib qoling. Balam. Canım balam. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum neyden?
Ay vallahi. Kıyla kılık. Yaxshimisiz? Qaranglar. Sizlarni ko'p avvar qilyaptim, rahmat sizlarga. Eliq ablah keçip ketdi, ama onu çokum tutamiz. Qani. Qo'ying. Arzigul, Yaxshimisiz, Xilmurat? Saqchiqandan telefon keldi. Jinoyatchi tutilgan o'xshaydi. To'ni beringlar deydi. Juring, berib baqayli. Ma'qul. Balanim eli bilan. Yura balam. Yaxshiroq tayyorlik qilinglar. Ma'qul. Kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Jinoyat komandori tutildi deb xabar qilgansizlar. Shon kelib edik. Seni tilamchilik sog'an odamni ko'rsang, tonimsan? Jinoyat komandorini olib kiringlar. Opa, şu. Yapma! Bana kıymet kılmaz. Gel kendini baksana! Sayın. Duydun çıkar! Bakıcı kılmaz. Ya. Şimdi hemen! Ya bana kılmaz. Bu iki kaya basmışım bak! Ne kısmet bu? Arzigul, o'ltirib o'tir. Arzigul, bu bizim balamız mı? Senin balan. Canım balam.
Apa, o adam seni tanıydı Kengo. Yürü balam. Arzugal! 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 Bu hayatın köpken kaygısı, dil azapta kıyınlar. Şey yok canım baba. Ben de kafamda. Azgın, kıvılansın yerim kılma. Özgürlüğün de etmek bakma. Bu hayatın köpken kaygısı, dil azapta kıyınlar işken. Bu hayatın köpken kaygısı, dil azapta kıyınlar işken.
Arzigül, özünüzü tegeştirip alma. Ben berip sakçıgmaylık bolay. Sizning pek omad tilakim. Mendan xafa bo'lib qolmang. O'g'limni topolmasam, bu dunyoda yashamayman. Balam. Arzigül, balanız Ümitcan'a bir apaç sürtü var mı? Pul topaman deb yurib, balamni bir apaç suratga tushirib qo'ymabdi ekanman. Ondaq bo'lsa, balangızdan biri alaydı belgisi var mı? Siz obdarak eslet yapın. Belki bunun balangızı tepişqa paydı so'p qolar. Rost. Demisida yo'g'on bir tal menga bor edi. Siz ko'nglingizni buzmay turib turing. Men berib saqchiqmayman bo'lay. Qaytib qo'ydi. Sen tek benim gipimni anlamaysan ha? Ben hazırda seni gep kırgızman, uqib qo'y. Sala ayağını. Qaba. Yeter. Kim tur ya? Çıkar mısın be? Estağfurullah. Tepme. Tepme deme, tepme. Şimdi tada kulağını. Bak kulağını kıymet. Bak öyle. Başımın yamanlığı ne? Ben bile erişmek istemez sen, he? Şimdiki. Sen kanda kılmaya körüp koy ya. Ağzını şum değme. Estağfurullah. Çıkma. Bana mısın? Şunu şıptakla etmediğin bolsam ha? Sadık Bey! Eğer gibini anlamaydigan bolsang, boynunu üzültme Cuma. Xuddi çocuğunu boynunu üzgandek. Anladın
Canım balam. Canım balam. Sen nereden? Neler yürüdün sen? Canım balam. Qandaqroq ahvolingiz Arzigul? Keldingizmi? Saqchilar bor kuchi bilan izlayotdi. Lekin Ümitjonning izlarigini ololmabdi. Siz bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi, Arzigul. Umidvor bo'ling. O'g'lingiz cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Arzonliq o'g'lim. Meni kechirgin. Hamma gunoh menda. Men pul tepish bilan bo'lib ketdim. Sana yaxshi qarayamadim bolam. Ko'nglingizni yerim qilma, Arzigul. Umidjon cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Men sizga oxirgacha yordam qilaman. Asli ish mundaqkanda. Men oldirash deysa. Kechgacha uy kirmaysa. Aslida bu bozorni yo'qlash uchun oldirashgansan-da. Seni o'ylig'iningdek emas. Aslisini ozdirgan. Mushu bosiqqanda. Men buning adabini bilmaydigan bo'lsam. Yo'qotsan, unda qilma. Qo'yinglar. Unda qilma. Manqara, bu bir yaxshi ayol tursa, nima ish qilsa? Bu bozorning adabini bilmaydigan bo'lsam, odam bo'lmaydi. Unda qilma. Beshamni qilma deyman. Besham? O'zingni tutib ol. Beshamni qilganim endi ko'rib qo'y. Yo'qotsa, bir narsa qilma deyman. Unda qilma. Mo'y. Mo'y deme. Başını çıkar. Bir obdan ailini buz deb bu buzuq. Rasva.
Hey, sen onda qalaymiqan xiyallarni qilma. U ayolning balasi yo'qolib ketibdi. Balası yo'qolib ketsa, sen bilan ne munosabati bor? Sen ya onun tuqunini etding, yoki izlab tepkiriga saqchim etding. Hey, o ayolning bu shaharda hech qanday yo'lanchigi yo'q ekan. Ozroq yordam qilganga nima bo'ladi? Ha? O yordamga muhtoj bo'lib qopti. O bir oq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Mayli sen ishongan yoki ishonma, o ayol bilan mening hech qanday g'ayri munosabatim yo'q. Tushundim. Sen oshpazkini bilan aralashib, shu umarla karim bo'lmabdi ekanligini. Vaqirma, qalaymiqan so'zlama, o'g'zingni shum. Qo'shni olib qasab turdi. Odamni nimanda qarlaydi qansa? Men seni yaxshi ko'rgashga mushu uyni tutyapmiz-ku. Deganlaringning hammasi yolg'on. Sen meni aldayman deyman. Men sen bilan o'tirishman. Gulpiya, Gulpiya. Ey, Gulpiya, sen Yaxshimisiz? Keling. Qani, o'tiring. Bir ishingiz bormidi? Oğlum yo'qolib ketdi. Hech yerdan topolmadim. Siz oldirmay, ahvolni tafsiliy so'zlab bersangiz bo'ladi. Men konsul ko'chasida oshxonachiman. Necha kunning oldida o'g'lim o'ynag'ili oshxona sirtiga chiqib ketdi. Tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Balamning ismi Umidjon. Bizda yo'g'on bir tal menga bor edi. Necha kun bo'ldi. Balamni izlab hech yerda topolmadim. Ko'nglingizni buzmang. Opa! Opa! O balam. Ay canım balam. Omak oğlum, canım balam. Komşu! Geleceğim! Gel! Ha? Ha? Beni dikensile ha? Teşkile! Kalkını ne? Yok, Sen de şu! yok.
Bugün senin tapkan pulun aramışıncılık mı? Kına kalkına. Kına! Ana, Yumuşaklık olsa. Yumuşaklık olsa. bilmey jo'da qopti ben. Dur. Yine qaysi muştaqlığın bolsang, boynunu üzültme çıma. Oldu mu? Sen çıma. Qorong'i. Ümitcan, nimandaq sho'xlik qilasan? Manga sir chiqib birdim o'yinig'ini qo'zam. Mo'qul, manga. Xafa bo'lmanglar, xafa Kichik bola emas bu, hech vaqasi yo'q. Bu top sınavma. Berkile berka. Berkile bilan. Necha shukirda? 4 yoshga. Ajab omoq bola ekansan. Mening bolam quyib qo'ygandek o'xshaydi ekansan. Men sana bir o'yinchoq beray, ha? Juma? Et bakay. Ben seni götürüp koyayım, ha? Yaxshi bo'ladigan gap anglaydi. Men to'plam hali.
Ben seni ağıtarak apırıp onu tıklayayım o. Yok. Ha? Yok. Birgille ya. Ma. Yok. Baba. Kırma. Abba. Allah. Dur. Bakalım amsızlık şimdi. Hele. Qaytamsiz. Qaytay. Tamag'ingga bek o'xshabdi. Yana Rahmat, kelarsiz, ha? Dilxumar, chaynakni akab bering. Umidjon! Umidjon! Dilxumar! Ha? Umidjonni ko'rdingizmi? Yo'q. Voymishada o'ynayotmamdi. Oy, ne ketganda? Ay, bolam. Siz bir kichik bola ko'rdingizmi? Yok, görmedim. Bir kichik bola ko'rdinglarmi? 4 yashadimi bolani? Yo'q, ko'rmadim. Umidjon bolam. Ne ketdim? Umidjon. Umidjon. Canım. Canım oğlum. Ne gittim canım oğlum. Köpeyişi, kelkinin əvici ilişini Pakistan ve Hindistan'ın g'arbiy shimoliy qismida tashrif qilgan azab ketishini keltirib chiqargan.
Bu dokument 26 Ağustos Janub Afrikadagi Dünya Başkanı yig'ini uchun tayyorlangan. Vay. 1995 Halmuratmisiz? Men Arzigul. Arzigul? Qaysi Arzigul? Konsul ko'chisida oshxona ochadigan Arzigul. Siz mitdingiz, yaxshimisiz? Menga yordam qilgan bo'lsangiz Halmurat. Bolam Umidjon yo'qolib ketdi. Men nima qilarimni bilmay qoldim. Sizni yana avvar qilgan bo'ldim. Siz hozir nerede? Konsul ko'chisining oldida. Siz shu yerda midirmay turib turing. Men hozirla boraman. Ma'qul emsa? Xo'sh. To'xtam. Bu kechda nega borsiz? Siz uxlayvering. Men hozirla qaytib kelaman. Arzigul. Nima ish bo'ldi? Bolam Umidjon. Yig'lamang, nima ish bo'lganligini menga aniqroq dang. Bolam Umidjon yo'q. U tushdan keyin to'yqsizla yo'qolib ketdi. Arzigul, ko'nglingizni yerim qilmang. Bola shoqim tepiladi. Juring, biz birga berib izlaylik. Ma'qul.
Yig'lamang. Necha kunning oldida Xalmurod akam ma'lum qilgan hiliqi deylar shu kanda. Shumi? Shu. Salam. Biz texi balangizni izlayapmiz. Bir ishki soqchi hozir jinoyat gumondorini tepish uchun taraf-tarafga chepiyotidu. Izdirki chiqsa, biz sizga cho'qim xabar qilamiz. Ko'nglingizni buzmang. Bek umidsizlikmi ketmang, bo'landa. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu oshxonani ochgan ayol qani? Oshxonani ma'qul o'tkazib berib ketib qoldi. Ne ketdi? Qo'ydi kelma. Bir ay gapsiz qoldirmadimi? Yo'q. Rahmat. Xo'sh.
chiqirish ha. Buna qara o'tmay. Og'dimi? Bulonglar. Hamni qo'ymay chiqiringlar, ali boka deb qoldigan bo'lsam. Ha. Hamizmi shuma? Ha? Qog'inichi? Ey! Topgan pulingning hamizmi shuma? Ha? Yana bordi? Yo'q. Yo'qmi? Sen-chi? Yo'q. Obdara qara, yan chiqingga. Yan chiqdi yo'qmi? Ey! Yo'qmi? Rizqim qil. Yo'qmi? Undan qildilar. Yana bormi? Yo'q. Ko'rishding mani? Mani pul deydi. Nima bu? Hammanglarga deb qo'yay. Manda obdan akansanglar. Mukofotlayman. Ha? Bo'lmasa bo'yninglarni uzaydimi? Anlashdingmi? Ala. Bundan keyin-chi, shunday jiq akansizmi? Hamma nima qildi? Yaxshi yuraysan, ha? Ha. Yiysa. Mush ishi. Ha. Arzigul, ben sizni ko'p izledim. Siz nahayatda g'ayratli edingiz-ku. Bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Urumchiga yangi kelgan chog'laringizdagi g'ayratingiz qani? Arzigul, menimcha o'g'lingizmi shaharda, atrofimizda bor. U cho'qim qaytib keladi. Siz umidvor bo'ling. Bu ko'ngilsizliklarmi o'tib ketadi. Balangiz uchun bo'lsa-mu, salomatligingizni asrab, o'bdan yashashingiz kerak. Siz bundaq o'ltiraversangiz bo'lmaydi. Cho'qim ishni qaytadan boshlaq ma'qulmi? Aras, ben kichkina bir restoranda xushib qo'ydim. Sharoitim yaxshi ekan. Berib ko'rib boqamsiz.
Arzigul, aşı aldığımız restoran şu. Jura, kirib ko'rib boqaylik. Yaxshimsizlar? Yaxshimisiz? Qani, kiringlar. Qani, sizlarga yaramdikin, ko'rib yiqinglar. Bo'ladi ekan. Xalmurat, sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Sizni ko'p avor qildim. Undaq demang Arzigul. Men sizga hech nima qilib beramadim. Men har qanday bir yaxshi niyatli qarindishimning obdan kun ko'rishini tilab yuradigan odamman. Faqat boshqalarga madad bera olmayman. İlham bera olmayman. Qo'limdan kelishcha yordam qilsam deb o'ylayman. Arzigul, siz yaxshi kun ko'rishingiz kerak. Hammamiz yaxshi kun ko'rishimiz kerak. Siz ishni cho'qim qaytini boshlang. Cho'qim muvaffaqiyat qozona olasiz. Jura, berib so'zlash boqayli. Bo'lmaydi. Bu baho bek tuvan bo'lib qoldi. Mal yaxshi tursa, yana ozroq qo'shmasa bo'lmaydi. Tilingni chaynamay, bo'ladigan yerini demamsansa. Gap qil deymi? Mal mishaydilar. Ko'rib bir bilamsansa? Qopa, hamsi ko'rib bir nima dey. Mana. O'zi o chiroyli bor ekan. Bo'pti, qo'shsam ozroq qo'shay. Sta. Bu bahoga umalni belgilamaydi. Yana ozroq. Qandaq gapingni turmaydigan nimasini ava. Bo'ldi, ammayman. Hey. Hey. Şu balama. Netçesedi ba. Ha bo'ladi, hozirni boray. Hey. Qopaman, ketime. Tijoratingiz qandayroq ketyapti? Xudoga shukr, xeyli yaxshi ketyapti. Bu sizning yardamingiz yo'l ko'rsatishingizdan bo'ldi. Hammasi o'zingizning tirishchanligi Arzigul. Sizga bir maslahatim bor edi. Desam yana avor qilib qo'yamanmi? Nimadan deydigansiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Arzigul, qani davring. Xalmurat, men har qatim ko'chada uyga chaqsiz tenab tamtirab yurgan sabiy bolalarni ko'rsam bek azoblanib ketaman. Ularmi yaxshi turmushga, mehr muhabbatga muhtojku. Shu bechora bolalarni ko'rganimda jinim o'g'lim Umidjon ko'z oldimga kelib oladi. Jinim o'g'lim nalada sarsam bo'lib yurgandi. Men o'g'limni pek sevgandim. Uni pek ko'rgim kelib ketdi. Arzigul, menimcha umidingizni uzib etmang. Balangiz cho'qim tepiladi. Men ko'p o'ylanib, oxiri o'g'lim Umidjondek sarsalliqda qolgan ashundoq sabiy bolalar uchun bir yetim bola maktab qurish niyatiga keldim. Lekin men hozir ishni nerdan boshlashni bilmayapman. Shuni sizni bir yo'l ko'rsatamikin deb istashimdi.
Yordam qilasizmi? Arzugul, obdan o'ylabsiz. Agar yetim bolalar maktabi ochadigan bo'lsangiz, haqiqatan ulug' ish qilgan bo'lasiz. Men sizga cho'qim yordam qilaman. Arzugul, sizni tabriklayman. Sizni tabriklayman. Arzugul, sizni tabriklayman. Siz bo'lmagan bo'lsangiz bu maktabni qaramaydim Xalmira. Sizga ko'p rahmat. Siz nayt savob ishni birni qildingiz. Siz o'z orzuyingizni oxiri amalga oshirdingiz. Haqiqatan irodali ekansiz. Men ig'ir oyoq jinim Zoir. Menga ishingiz og'irsin. Menga uvol qilmang. Menga tuhmat qiling. Hadi bu katma. Menga uvol qilmang. Sen bu şirketlerin onu beni aldamadı adamsa? Xudo oldida qasam qilib bersam beray. Hey! Mening Gap gitsen de yardım cuma. yo'q. Ne işlemem ben? Menga uvol qilmang. Hey, gap yadırıyorsan o! Çıkamam! Çıkar! Çıkar! Men o'zimga Eli bakıp ayağını da gap gitsen değil mi? Çıkar çıkamsa! hammasi tuhmat. Çıkar çıkamsa! Çıkar! Bana! Yo'q, yo'q, Çıkarsın değil mi? yo'q. Bana! Git ayağıma sıçmama! Fıt! Yok be! Zoir! Canım kızım, sizni hiç hakkısı yok deb bozak qıptı. Oşundaqmı uramdı. Qarına, canım kızım. Züleyxan ana, Saidning alimiga chidamadim. Uning quruqsiz quruq tuhmatlari, tayoqlari jinimdan o'tib ketdi. Men hech qanday gunoh qilmagan tursam, u nima
Nimishqa meni xo'rlaydi? Nimishqa menga qarz yaplaydi? Bundoq yashaganimdan o'lib ketsam yaxshi edi. Hamma azob oqibatdan qutulardi. Canım kızım, undaq deme. Herkes undaq yaman xiyalda bo'lma. Siz degan hazır iğir ayak. Özünüzünü oylamışsınızmı? Havu balını oylam canım kızım. Ayal kişi degan aciz keledi ekanmiz. Ayal haqni beshiga ne kunlar keledi ekan. Rahmatlik dadam bilan opam bo'lgan bo'lsaydi, men bundoq kunlarga qolmas edim. Dadam bilan opamning yo'qligi hech bilinib ketdi. Elime Xudoga shukr sila bo'lib qopla. Sila bo'lmasa qanaqmi qiladi? Kimlarga yig'lab, kimlarga yalvardim? Men bu sizga qaranmadim canım balam. Halınızdan xabar alamadım. Tuqqanchilikni men yetkazolmadim canım kızım. Meni kechirib o'tasiz. Mendan hergiz xafa bo'lmang balam. Yo'q, undaq demislar Sulayxon ona. Elimiz sizlarga ko'p ig'irchilikimni soldim. Xafalık tasamlı yıllarga kelaman. Men hozir hammani o'ylab qo'ydim. Said men bilan baribir uy tutmaydi. Shunga bu yurtni tashlab yiroq yerlarga ketaymikin deyman. Siz balam. Siz degan ayol kishi tursangiz, yana nelerni tantirib yurasiz. Herkes şeytanın kaynak kirmeni canım balam. Said uydan qo'g'lab o'tgan bo'lsa, mana mening uyim bor. Tova, bu kundagi odamlarda insof qolmabdi juma. Xijil bo'lmay xalqning erlarini totib olamiz deb yuradi ekan. Bizni erlarimizni chim tutsak bo'g'di. Tova, nima degan satchilik bu, ha? Emasmi? Mo orzigil deganimi? Yuzi tuvan, xil axloqliq cho'kanmikin deb ekanman. Hey, xalqning eri bilan chotiqva deb o'zining eri uydan qo'g'lab chiqiribdi-dak. Shunaqmi? Uni bilan bo'lgan bo'lsa, eslib uyga bo'ladi. Ne nomuz? Nimişçin? Sen nimişçin bana? Benim aklımda Xudo guvoh. Qozig'imdagi narsaga jan guvoh. Said nimish qilmag'man bak askilik qilib. Men yig'rayaptirsam, u nimishqa meni uydan haydab chiqaradi. Mahalladagi bu ayollar nimishqa keynimda siz chechak taqdim. Ben onların altında nima qilay Shunday qilib ayolingni haydab etding.
Ayaling yaman emas ayoldi. Haqning gepi kirib, uningga val qildim. Uning ustiga ig'ir yaqlayotsa, bola tug'ilsa, yetim bo'lib qolmamdi. Mushlarni o'ylamadingmi, ha? Men boz bo'lmamdi. Bugun cho'ng'og'anda dadam bati deb izlab topa. Uning boshqa turib nima qilaman, adash? Ey, aroq qo'ysang omamda, bo'lib turadigan balangiz nima? Xo'sh. Gepimga kirib mush yerdan ketmasiniz yaxshi bo'ladi bola. Yoqqa jurtlarda yursangiz tas bo'larmikin? Uning ustiga hozir ig'ir oyoq tursangiz, men sizdan ansirab qelyapman, jinim qizi. Men hamini o'ylab qo'ydim, Zulayxon ona. Men bu yerda turaversam, yana sizlarga ig'irchiligimni sog'dayman. Uning ustiga xalqlarning so'z chechaklarimi jinimdan o'tib ketyapti. Zohid degan ishplasmo hamon bir kuni bu yerga bostirib kelib, sizlarni menimi parakanda qilishi mumkin. Shama xalqlarning ko'zi ko'rmaydigan yiroq yerlarga ketay. Menga bir turmush yo'li tepilib qoladi. Bo'pti bola. Gepimga kirmadingiz. Ma xalqini elib oling. Beshingizga kun tushganda setib xarajat qilasiz. Yo'q, amalda to'g'rimiz yiqilishdan burun jurtga qaytib keling. Bo'lmasa o'zingiz nima bolalarni qiynab qo'ysiz, jinim qizim. Men qizim. Zulayxon ona. Hadizishni unutqamam, jinim bolam. O'zingizni obdan asrab, xo'sh bo'ling. Sizlarni o'zlarini asrarsizlar, Zulayxon cho'ngana, Xudoga omonat. Xo'sh. Xo'sh bolam, xo'sh. Xo'sh cho'ngana. Xo'sh jinim qizim. Meni shaharga ag'ish kesdingiz o'pti ekan. Chiqing. Chiqing. Chiqira qoldiring. Qaraganda siz uyda yomonlab chiqmoqchisiz, ha? Biz tanishib qolaylik. Mening ismim Tatlixjon, ha? Qanaqa? Nima qilsiz? Buni qilmay, yaqinroq o'tiring. Keling. Qo'yvat.
xal qo'ymoqda qizgansiz. Gapimni anglang. Men sizga nima desangiz shuni aytib beraman. Gapimni anglang deyman. Yiqira keling. Qo'shibmas. Men sizni rozi qilaman. Mashina to'xtat. Nima deydi? Mashina to'xtat deyman. Stop. Nega varsiz gapimni anglang deyman. Bu cho'llikda bizni hech kim ko'rmaydi. To'xtang. To'xta. Bizni kim ko'radi? Qizchaq, ko'zingizni oching. Qizchaq. Meni nega aytmadingiz? Siz nega boradingiz? Urumchiga. Qo'rqmang. Sizni Urumchiga sog'-salomat olib qo'yaman. Xotirjam bo'ling. Mehmet, mehmon qaranglar. Ayak. Men ish izlab kelib edim. Nima ish qila olasiz? Hamma ishni qila olaman. Undaq bo'lsa, uydagi qochqochlarni juyib beqing, ko'rib boqay. Ma'qul. Mehmet, bu qizga juydigan qochqochlarni ko'rsatib qo'yg'in-a. Yoqqa bering. Tez bo'lin. Menga Uyt. Mushu xenim, musha deytib qo'yib ishlaysiz.
Әтігіне saat 4 орныңыздан тұрсыз. Менің рұқсатымсыз ұяқ-бұяқ меңішіп болмайды. Түшенгенсіз? Аңылдыңыз mı деймен? Düşendim. Bu өйні açıkçı. Vaqtır işki çıqasız. Balalarım, ben sizlerni chiroyli bir shaharga opiraman. U yerda ko'p pul topsizlar. Anladinglarmi? Anladım. Hey, navoiy yo'lda soqchilar uchrab qilib, tekshirib qolsa, faqat chandırib qo'ymanglarmi? Maqul. Men nima desam, meni og'zim qaranglar, ha? Faqat chandırmanglarmi? Maqul. Ha? Anladinglarmi? Anladım. Manga qansa, ha? Ma'qul. Zoytaga Nima bo'ldi? men bir qo'rqib ketyaptım. Dadım opop ensirib qolammikin. Xotirjam bo'l. Ansirmaydi. Men batursam nimadan ansiraydi? Pul topgan yo'qmi? Ba. Ha, unda qo'ygan bo'ldi-ku. Ha? Mening dilimda qilsanglar, chatoq chiqmaydi. Anladinglarmi? Bak. Bak. Keling, qani ishkir kiring. Ha, ishkir kiring. Mehmonga choy qo'yinglar. Bo'linglar. Rast gepingizni ayting. Mau qo'sqingizdagi haromdan bo'lgan balani zodi nerdan topdingiz? Ha? Men sizni ishchankan, yuztavankan, axloqlikan deb bu oshxonada ishlatgandim. Kelginingizga nech oy bo'la bo'lmayla haromdan bola tepib, qo'sqingizni yo'g'antib, pompaytib, men do'st dushmanning oldida nomusga qo'ydingiz. Bo'ldi. Endi men sizni ishlatmayman. Sizni bundaq sharmandachilik qiladi deb o'ylab baxmabdi ekanman. Mana bu sizning ish haqingiz. Iring.
Erteden başlap ma öýünü bikalap. Näge yo'qolsangiz yo'qlang. Ko'zimga ikkinchilab ko'ringich bama. Ne buldunuz? Yardımım gerek mi? Oy, siz arzıgın o. Ne buldunuz? Bana yeni bir kıtım yardım kılgan bolsanız. Oyca. Meni doktorxonaga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz. Oyca. Yaxshimisiz? Uy ijaraga olmoqchi edim. Kiring.
Rahmat sizga. Kelim. Bu arzon, ko'rib beqin. Necha pullarga berasiz? Arzon 15 ko'rib beqin. Cho'ngi bormi? Abba, jim. O, balam. Qancha yoshlik bolalar kelar? 4 yoshlik bolalar keladi. Elana. Bo'ladi ekan. Alsangiz arzonroq beraman. Necha? Bunu bak. İkisini alsangiz arzonroq beraman. Oho, balam. Ma'qul. Oho, balam, shug'lama. Oh, balam. Mushu bir xillimi? Necha xilidim ba? Arzonroq ko'rib beqin. Alsangiz arzonroq beraman, ha? Buni O, balam, shug'lama. yana arzonroq berasiz, ha? Alsangiz 10 qo'yib beray. Oy, yaxshimisiz? Tekshiribsiz? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Tijorat qilib yetibsiz-da? Yaxshi. Voy, bolangizmi cho'ng bo'lib qoldi, ha? Ismini nima qo'ydingiz? Umidjon. Yaxshi ismga. Ma'nosi bor ismga. İşlaringiz qandayroq ketyapti? Meni yordamim lozimmi yo? Sizga ko'p rahmat. Helimi ona bola ishimizga ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Undaq demang. O'zingizmi ko'p tirishchilik ko'rsatsiz. Yordam qiladigan ish bo'lsa, menga telefon urasiz. Mana bu mening ism kartochkam. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon urayvering. Qo'limda kelishicha yordam qilaman. Kim o? Acaba içilip yeyilip sözleşip gettiniz ha? Arzigul. Av balacı. O Arzigulning o'g'li Umidjon. Sizning bu shaharda tunimaydigan xotinlaringiz yo'q. Hey? Nima deganingiz bu?
beriladi? Ay, aka! To'xtab turing. Do'koningizni men ijaraga olay dedim. 1 yillik ijarasini oldin biraqla to'laysizmi? Bo'ladi, biraqla to'lay. Do'kon ancha cho'ng emas, lekin o'rni yaxshi. Ziyon tortmaysiz. Juring amsa, berib ko'rib baking. Akan ag'a